Anlayotganlar Muhammed Aleyhisselam'ın tercüme hali namlı eser. 103. bab Xandaq urushi. Bani Nazir qabilesi sürgün qilinib, yurtlari musulmonlarga qolgandan keyin cho'nglari hech tinchimay, hamisha musulmonlardan o'ch elish, yurtini qaytarib olish kuyida bo'ldi. Ulardan bir guruh adam Makkaga berib, Quraysh qabilasining boshliqlari bilan ko'rishib, ularni payg'ambar alayhisolamga qarshi urush qilishga kuch kiritdi va Qurayshlarga yordam beradiganligini aytdi. Quraysh qabilasi ularning talabini ma'qul ko'rdi. Ondan ular G'atfan qabilasiga berib, bu qabiladagilarni qo'zg'adi. G'atfan qabilasi Qurayshlarning qo'zg'alganligini anglab xush bo'ldi. Quraysh qabilasi va ularning agashkuchlari Abu Sufyan boshchiligida qo'zg'aldi. Qurayshlarning alamini Osmon ibn Talha ko'tardi. Qurayshlar 4000 odam bo'lib, ularda 300 ot, 1000 tugi bor edi. Rasulullohning qilgan yaxshiligiga yomonlik qilgan Uyayna ibn Hisnining boshchiligida G'atfan qabilasi tayyorlandi. Uyaynaga chorvalarini baqish uchun payg'ambar alayhisolamning yer bo'lib berganligini yuqorqi bobda bayon qilgan edik. Uning chorvalari samargandan keyin u o'ziga yaxshilik qilgan odam bilan jang qilish uchun 1000 otliq askarni boshlab chiqdi. Haris ibn Avf Murrining boshchiligida Bani Murra qabilasidan 400 odam otlandi. Abu Mas'ud ibn Ruhayla boshchiligida Bani Ashja'a qabilasi tayyorlandi. Sufyan ibn Abdushams boshchiligida Bani Salim qabilasidan 700 odam qo'zg'aldi. Tulayha ibn Huvaylid Asadi boshchiligida Bani Asad qabilasi qo'zg'aldi. Shuning bilan musulmonlarga qarshi urushga otlanganlarning umumiy soni 10,000 kishiga yetdi. Ularning bosh qo'mondoni Abu Sufyan edi. Payg'ambar alayhisalom dushmanlarning tayyorlanib otlanganligini anglab, yoki Madinada turib urushish, yoki zo'r dushman qo'shinining oldiga chiqib urushish to'g'risida sahobalar bilan maslahatlashdi. Salmonul Farsi Xandaq qo'llash maslahatini berdi. Xandaq arablarda ko'rilib boqmagan bir ish edi. Payg'ambar alayhisalom musulmonlarni Xandaq qo'llashga buyurdi. Musulmonlar Xandaqni Madinaning shimoliy tarafiga, sharq tarafidagi soydan g'arbiy tarafidagi soygacha qo'llashga kirishdi. Dushman kelsa, mushu uchiqchilik tarafdan keladi. Madinaning boshqa taraflari uy imorat va quyuq xurma daraxtlari bilan urilganlikdan dushmanlarning bu taraflardan kelib urush qilish imkoniyati yo'q edi. Yetarlik uzuq va yetarlik saymon bo'lmaganlikdan musulmonlar Xandaq qo'llashda zo'r qiyinchiliklarga duch keldi. Payg'ambar alayhisalom Xandaq qo'llag'uvchilar bilan birga ishladi. U to'pi to'shug'ach Abdullah ibn Ravohaning mono she'rini takror aytadi. Rabbimiz sen bo'lmasang topmas edik hidoyat. Bilmas edik nimadir zakat namoz ibodat. Beg'ishlig'in bizlarga xotirjamlik jasorat. Elishqandı yov bilan ata qilg'in matonat. Zulm qildi mushriklar, tutib bizga adovat. Dinimizdan yondirsa qilmaymiz hech itoat. Musulmonlar qo'shini Sal'i tag'iga orqasini qilgan holda sharq tarafga o'rinlashdi. Sal'i tag'i Madinaning oldi tarafiga keladigan tog' edi. Musulmonlar qo'shinining soni 3000 bo'lib, muhojirlarning alimi Zayd ibn Harisaning qo'lida, ansarlarning alimi Sa'd ibn Ubadaning qo'lida edi. Qurayshlar va ularning agashkuchlari Madinaning g'arbiy shimolidagi Jo'rab degan yer bilan Zag'aba degan yerning orasiga tushgan. G'atfan qabilasi Uhud tarafga tushgan edi. Mushriklar o'zlari tarafga yushirin holda Xandaq qizilganligini bilib, hong-tong bo'lib qoldi va musulmonlar bilan o'q etishga boshladi. Vaqt uzunga suzilib ketgandan keyin mushriklardan bir turkumi otlarini Xandaqqa sakirtishga majbur bo'ldi. Ular Ikrama ibn Abu Jahil, Amr ibn Vat qatorliqlar edi. Ali ibn Abi Talib chiqib Amr ibn Vatni o'ldirdi. Hamrohlari qochib ketdi. Nawfal ibn Abdullah Xandaqqa yiqilib tushib, bo'yni sunib ketdi.
Sa'd ibn Muazning belikiga o'q tegib, qon tomirini uzib etdi. Kichik to'qinish va o'q etishish to'liq bir kun davomlashdi. Hatta musulmonlarning shu kungi namozi qazo bo'lib ketib, keyin ado qilib oldi. Mushriklarning kechisi besib kirishning oldini olish uchun payg'ambar alayhisalom Xandakka muhofizachilarni qo'ydi. Qattiq so'qoqqa qaramay payg'ambar alayhisalom o'zi Xandakning bir yo'chiqini saqladi. U sahobalariga nusrat, g'alaba va yaxshiliklarni va'da qiladi. Munofiqlar bu qiyin sharoitda dillaridagini oshkorlab, Alloh va uning payg'ambari bizga yo'q gapni va'da qildi ekan, deyishdi. Bizning uylarimiz o'chiq qolgan, dushmanning hujum qilish xavfi bor, deb chekinib ketishdi. Bu ularning bir bahonasi edi. Musulmonlarning ahvoli qiyinlashdi. Bu muhasira Madina kambag'allarini qiyin ahvolga qo'ydi. Musulmonlar bilan birga Madinada yashayotgan Bani Qurayza yahudiylarining fursatdan foydalanib kelishimni buzib xiyonat qilishi orqasida ahvol texim qiyinlashdi. Buningga Bani Nazir qabilasining boshlig'i Huyay ibn Akhtab sabab bo'ldi. Chunki u Bani Qurayzaning boshlig'i Ka'b ibn Asadning qishig'iga kelib, uni shaytonga o'xshash ozdirib, kelishimni buzishga qiziqtirgan edi. Ka'b musulmonlar bilan urushishga qo'shildi. Rasululloh bu xabarni anglab, Madinada qolgan ayol, uşaq balalarni qo'llash uchun Muslima ibn Aslamni 200 odam bilan, Zayd ibn Harisani 300 odam bilan Madinaga avatdi. Ahvolni aniqlab kelish uchun Zubayr berib Yahudilarning paylining buzilganligini ko'rdi. Yahudilar Zubayrning oldida payg'ambar alayhisalomni va musulmonlarni yomonladi. Zubayr qaytib berib payg'ambar alayhisalomga ahvolni ma'lum qildi. Bu chaqda musulmonlarning qo'rqinchisi texim kuchaydi. Chunki ular taraf-tarafdan kelgan dushmanning muhosirasi ostida qolib, qo'rqinchdan ko'zlari aloq-jaloq bo'lib, yuraklari og'izlariga qoplashib, Alloh to'g'riliq turlik o'yladi bo'ldi. Munofiqlar og'ziga kelganini jo'yladi. Payg'ambar alayhisalom G'atfon qabilasini chekindirish maqsadida Madina mahsulotining 1/3 qismini berish sharti ostida ular bilan kelishim tuzishni o'ylab Ubayda ibn Hisniga odam o'tmoqchi bo'lgan edi. Lekin ansarlar bizda ham musulmon bo'lmagan chig'imizda G'atfonlar bizning ozroq mahsulotimizga erisholmagan tursa, biz musulmon bo'lgandan keyin ularni mahsulotimizga shirik qilamdiq, deb Rasulullohning fikriga qo'shilmadi. Allah biror qavmni o'z yordamiga muyassar qilmoqchi bo'lsa, ularga g'alaba qilish sababini o'ylamagan yerdan hozirlab beradi. Islom dinida ching turgan kishilarga Allohning qilgan mono iltifotiga qarang. Quraysh, G'atfon va Yahudilarning do'sti bo'lgan Nuaym ibn Mas'ud Ashja'i payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kelib, "Ey Rasululloh, mening musulmon bo'lganligimni xalqim uqmaydi. Meni sana yordam qila oladigan biror ishga buyursang", dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga, "Sen bir odam tursang, qo'lingdan nima ish keladi? Sen dushmanlarni chekindirish uchun biror iloj qilib baqsang qandoq? Chunki urush degan hiyla bilan bo'ladi", dedi. 104-bob urushda hiyla ishiltish. Nuaym ibn Mas'ud payg'ambar alayhisalomning yonidan chiqib, musulmonlar bilan tuzgan kelishimni buzgan Bani Qurayza yahudilarining qishig'iga bordi. Nuaymning yahudilar bilan do'stlikqa bo'lganlikdan yahudilar uning izzat ikromini qilishdi. Nuaym ularga, "Ey Bani Qurayza xalqi, mening sizlarga bo'lgan do'stligimni va sadoqatimni bilasizlar. Sizlarga bir ish bilan keldim. Buni hech kimga demaslikinglar kerak", dedi. Yahudilar boshqalarga demaydiganligini aytishgandan keyin Nuaym Bani Qaynuqa va Bani Nazir qabilalarining yurtlaridan haydab chiqarilib, mol-mulk, qo'ro joylarining musodara qilinganligini ko'rdinglar. Quraysh va G'atfon qabilalarining ahvoli sizlarninkiga o'xshamaydi. Ular fursatdan foydalanib urushadi. Mag'lub bo'lsa, yurtlarga qaytib ketadi xolos. Sizlar bo'lsanglar, u odam bilan bir yerda yashaysizlar.
Sizlar uning bilan o'zinglar yolg'iz urush qilishga bardoshlik berilmaysizlar. Meningcha sizlar toki Quraysh G'atfon qabilalarining nopuzliq odamlaridan 70 kishini raniga olib, ularning silahni tashlab ketmaydiganligiga ishonch hosil qilmoqcha bu urushga qatnashmanglar, dedi. Yahudilar Nuaymning fikrini olqishlab ma'qul ko'rdi. Nuaym ondan Qurayshning cho'nglarining qishig'i berib, mening sizlarga bo'lgan do'stligimni va muhabbatimni bilasizlar. Sizlarga bir ish to'g'riliq keldim. Buni sir tutishinglar kerak, dedi. Quraysh boshliqlari sir saqlashga va'da bergandan keyin Nuaym ularga: Bani Qurayza yahudiylari sizlarning ularni tashlab ketishinglardan qo'rqib, Muhammad bilan qilishgan kelishimini buzganligiga pushaymon qilib, sizlarning bir qism nopuzliq odamlaringlarni raniga olib, Muhammadga topshirib beradigan. Muhammad Bani Nazir qabilasining yurtiga qaytishiga ruxsat qiladigan bo'lib bitishdi. Ular bu to'g'riliq sizlarga odam avatidi. Ehtiyotda bo'linglar, dedi. Ondan G'atfon qabilasiga berib, Qurayshlarga qilgan gaplarni qildi. Abu Sufyan Bani Qurayzaga elchi avatib, ularni atsi urushga chiqishga da'vat qildi. Bani Qurayza yahudiylari: Biz shanba kunda urush qilmaymiz. Beşimizga kelgan kunlar shanba kunda urush qilganligimizdan kelgan. Shuning bilan birga bizni tashlab ketmaydiganliginglarga kepil qilib, bir qism odaminglarni bizga raniga qo'ymoqcha urushga chiqmaymiz, dedi. Shuning bilan Quraysh G'atfon qabilalari Nuaym ibn Mas'udning so'zi rost ekan deb ishondi. Ularning ittifoqi buzildi. Bir-biridan cho'chishdi. Payg'ambar alayhisalom boshpana Allohga iltijo qilib, mundaq duo qildi: Qur'onni nozil qilg'uvchi, bandalaridan tez hisob olg'uvchi ey Alloh, mushriklarni mag'lub qilgin. Ey Alloh, ularni mag'lub qilgin. Bizni ularning ustidan g'olib qilgin. Alloh payg'ambar alayhisalomning duosini ijobat qilib, dushmanlarga qorong'u kechida sovuq bo'ronni operida qildi. Yahudilar bilan musulmonlarning birlashib, qorong'u kechida hujum qilishidan qo'rqqan mushriklar tong atishdan burunla chekinib ketish qaroriga keldi. Payg'ambar alayhisalom dushman qo'shinidagi patparaqchilikni anglab, sahobalariga: Cho'qim bir vaqa yuz berdi. Qaysinglar berib, ularning ahvolini o'qib kelasizlar, dedi. Hammasi jim turib, javob berguchi bo'lmaganlikdan bu so'zni 3 qatim takrorladi. Ondan Uzayfa ibn Yamaniyga: Kechadan beri ovozimni anglab turib, javob bermaysan-ku, dedi. Uzayfa: Ey Rasululloh, so'g'uq qattiq bo'lyotdi, dedi. Rasululloh uningga: Payg'ambarning ehtiyoji uchun dushmanlarning ahvolini o'qib kelgin, dedi. Uzayfa Payg'ambar alayhisalomning ehtiyoji uchun o'zining xatarga uchirishiga qaramay berib, dushmanlarning qaytib ketmoqchi bo'lganligi haqida aniq xabar o'qib keldi. 105-bob mushriklarning mag'lub bo'lishi. Mushriklar shu qadar qo'rqqan ediki, ularning boshlig'i Abu Sufyan aramizga dushman so'qinib kira olmasin, har odam o'z hamrohining qo'lidan tutib olsin, dedi. Abu Sufyan qaytmoqchi bo'lib, tugisining chulurini yeshib turganda, Safvon ibn Umayya uningga: Sen hammaning boshlig'i turib, boshqalarni tashlab o'zing tikivsan qandoq bo'ladi, dedi. Shuning bilan Abu Sufyan hammaning qaytib ketishiga ruxsat qildi. Musulmonlar orqamizdan bostirib kelmasin deb, Xolid ibn Valid boshchiligida bir to'p kishilarni qaytquchilarning orqa tarafini qo'g'dashga qo'ydi. Alloh taolo musulmonlarni arab mushriklar bilan yahudilardan tarkib topgan dushmanlarning hujumiga uchrash g'amidan xalos qildi. Allohning islom diniga qilgan iltifoti va marhamati bo'lmagan bo'lsa, ahvol yomonlashgan bo'ladi. Mushriklarning chekinib ketishi Zulqa'da oyida bo'ldi. Buni Allohning Qur'ondagi mono oyatlarda ne'mat deb atashi haqliq edi. Ey mu'minlar, Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. O'z vaqtida ustinglarga kofirlardan qo'shin kelgan edi. Biz ularga qarshi bo'ron
ve sizlarga ko'rinmaydigan qo'shin, ya'ni farishtalarni avatdik. Allah sizlarning qilgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Ayni vaqtda ular yuqori tarafinglardanmi, tuvan tarafinglardanmi hujum qilib kelgan edi. Bu chaqda ko'zinglar chakchiyib, yurakinglar og'zinglarga kaplashib qolgan edi. Sizlar Allah haqida turli gumonlarda bo'lgan edinglar. Bu yerda mu'minlar sinalgan edi ve qattiq sarosimaga tushgan edi. Ayni vaqtda munofiqlar ve dillarida munofiqlik kesili barlar Allah ve onun peygamberi bizga faqat quruq va'dalarni berib ekan deyishgan edi. Ayni vaqtda ulardan bir guruh odam ey yasribliklar, bu yerda turmay qaytinglar deyishgan. Ulardan yana bir guruh odam bizning uylarimiz haqiqatan ochiqchilikda deyishib payg'ambardan ruxsat so'ragan edi. Halbuki ularning uylari ochiqchilikda emas edi. Ular faqat qechishni o'ylaydi. Sura Ahzab 9-oyatdan 13-oyatgacha. 106-bob Bani Qurayza urushi. Payg'ambar alayhisalom sahobalar bilan Xandak urushidan qaytib kelib, urush kiyimini salay deb turganda Alloh uni otlanib, musulmonlar qiyin ahvolda qolgan chaqda va'dasida turmay, kelishimga xiloflik qilib, musulmonlarga qarshi chiqqan Bani Qurayza yahudilarini ujuqtirib, ularni ziminidan tozalashga buyurdi. Payg'ambar alayhisalom sahobalariga hammanglar namoz degarini Bani Qurayza yeriga yetib borganda o'qinglar dedi. Sahobalar otlanib tiz mangdi. Payg'ambar alayhisalom eshigiga minib, ularning orqasidan mangdi. Alamni Ali ibn Abi Talibga tutqizdi. O'rniga Madinada Abdullah ibn Maktumni qo'ydi. Musulmonlarning soni 3000 kishi edi. Sahobalarning bir qismi Payg'ambar alayhisalomning namoz degarini o'qish vaqti haqidagi so'zini faqat tiz mingish uchun aytilgan so'z deb qarab, namoz degarini yo'lda vaqtida o'qib oldi. Bir qism kishilar bu so'zni ayni ma'nosida aytilgan deb qarab, namoz degarini Bani Qurayzada vaqti o'tgandan keyin o'qidi. Rasululloh bularning hech qaysini ayblamadi. Bani Qurayza yahudilari islom lashkarlarini ko'rishi bilan Allah ularning dillariga qo'rqinish soldi. Chunki musulmonlar boshqa dushmanlar bilan urushayotgan chaqda yahudilar va'dasiga xiyonat qilgan edi. Ve bu qabih ishi aniq isbotlangachqa uningdan tanib ololmaydi. Mana hozir islom qo'shinini ko'rgan bu yahudilar qo'rg'onlarga kirib bekinib oldi. Musulmonlar ularni 25 kun muhosara qildi. Yahudilar urushdan qochib qutulolmaydiganligiga, muhosara mushundoq davomlashaversa ochliqdan o'lib ketadiganligiga ko'zi yetib, musulmonlardan Bani Nazirga o'xshash qurollarini, yurtlarini tashlab, mollarini ilib chiqib ketishga ruxsat qilishni talab qildi. Rasululloh buni qabul qilmagandan keyin hech narsa olmay, o'zlari tanho chiqib ketishni talab qildi. Payg'ambar alayhisalom bu talabni qabul qilmadi. Ularni nimaga hukm qilsa, shuningga rozi bo'lmoqcha muhosara qilaveradiganligini aytdi. Yahudilar Payg'ambar alayhisalomga Abu Lubabani avatib bersang, maslahat qilsaq dedi. Abu Lubaba Yahudilarning ittifoqchisi Avs qabilasidan bo'lib, Yahudilarda uning bola-chaqa, mol-varollari bor edi. Yahudilar Payg'ambar alayhisalomning hukmiga rozi bo'lish to'g'riliq Abu Lubabadan maslahat so'radi. U Payg'ambar alayhisalomning hukmiga rozi bo'lsanglar, mana deb bo'g'zini sharat qildi. Bu o'limga hukm qiladi degan edi. O o'zining o'rnidan qo'zg'almay turibla Allohga, Payg'ambar alayhisalomga xiyonat qilganligini tushundi. Yahudilarning yenidan qaytib chiqqandan keyin Payg'ambar alayhisalomga yo'liqishdan uyilib, Madinaga kelib, o'zini masjidning turkiga bog'lab, xatoligi to'g'risida Allohning hukmini kutib turdi. Payg'ambar alayhisalomga o'zining qilmishini xabar qildi. Payg'ambar alayhisalom Abu Lubaba dastlabtila menga kelgan bo'lsa, cho'qim uning uchun istig'for aytatdim. Endi u hozirgidek qilgan ekan, Alloh hukm qilmoqcha shundoq tursin dedi.
Bani Qurayza Yahudileri nailaj bulup Resulullah'ның hükmüge razı boladiganlıklarini bildirişdi. Resulullah'ның buyruğu bilen Yahudilarning er kishileri bağlap keltirildi. Avs qabilasining odamlari kelib, Payg'ambar alayhisalomdan Bani Qurayza Yahudilarga Xazraj qabilasining ittifoqchilari bo'lgan Bani Qaynuqa Yahudilarga qilgan muomalaga o'xshash yumshoq muomala qilishni o'tindi. Payg'ambar alayhisalom ulardan "Aranglardan birer kishi hukm chiqarsa, shuning hukmiga rozi bo'lamsizlar?" deb so'radi. Ular buningga rozi bo'ladiganligini bildirishdi ve hüküm çıkarışqa başlığı Sa'd ibn Muaz'ni ko'rsatib berishdi. Sa'd ibn Muaz Xandaq urushida o'q tegib yaralangan edi. Majruhlarni davolash uchun tayyorlangan masjiddagi bir chedirda turadi. Payg'ambar alayhisalom avatgan odam Sa'dni eshikka mindirib olib keldi. Avs qabilasidan bir guruh odam Sa'dni urib olib, uningdan Yahudilar to'g'riliq qattiq hukm chiqarmaslikni o'tinadi. Sa'd ularga, "Men Sa'dga Allohning hukmini ijro qilishda kishilarning ayblashlaridan qo'rqmaslikning vaqti keldi" dedi. Sa'd chiqib keldi. Payg'ambar alayhisalom sahobalari bilan o'ltiradi. Payg'ambar alayhisalom ularga, "Boshliqlarning oldiga berib, uni eshigidan tushiringlar" dedi. Ular Sa'dni tushirib, uningga, "Rasululloh seni ittifoqchilaring haqida hukm chiqarishga belgiladi" deyishdi. Payg'ambar alayhisalom Sa'dga, "Bani Qurayza Yahudilari ustidan sen hukm chiqargin" dedi. Sa'd sahobalariga qarab ulardan, "Mening chiqargan hukmimni ijro qilishga Allohga va'da va qasam bera olamsizlar?" deb so'radi. Ular, "Ha" deb javob berishdi. Rasululloh ma'qullagan javobni olgandan keyin Sa'd erlarni o'ldirishga, ayollarni, balalarni asir olishga hukm qilaman dedi. Payg'ambar alayhisalom Sa'dga, "Ey Sa'd, ular to'g'riliq Allohning hukmi bo'yicha hukm chiqarding" dedi. Chunki suiqasdchi xoinlarning jazosi ana shundoq bo'ladi. Ondan Rasulullohning buyrug'i bo'yicha hukm ijro qilindi. G'animatlar to'plandi. G'animatlar 1500 qilich, 300 savut, 2000 nayza, 500 qalqon ve nurg'un öy sayman, qachi qumush, tuga qo'ylardan iborat edi. Xurma ve asirlarni yuqorqi g'animatlarga qo'shib, hammasini 5 o'qqa bo'lib taqsim qilishdi. Otliqlarga 3 hassa, piyodaliklarga 1 hassa berildi. Yardarlarga qaraydigan ayollarga g'animat berildi. G'animat ichida aroq ko'plari bo'lib, ichidagi aroqlar to'kib etildi. Bu ish oyoqlashgandan keyin Sa'd ibn Muaz yarasi saqaymay, oxiri shuning bilan qazo topdi. Ansarlar ichida Sa'dning darajasi muhojirlar ichidagi Abu Bakrning darajasiga o'xshash edi. U Xandaq urushidan ilgariki hamma urushlarda zo'r qahramonlik ko'rsatgan edi. Payg'ambar alayhisalom uni to'liq yaxshi ko'radi. Uning ko'rsatgan buyuk xizmatlari bo'lganlikdan onunğa cennet bilen bisharat bergen edi. Müslümanlar Medine'ye qaytib kelgenden keyin Allah Qur'ondagi mana oyatni nazil qilib, Abu Lubabaning tövbesini qabul qildi. Yana bir qism kishilar gunohlarini e'tirof qildi. Ular yaxshi ish bilan yomon ishni aralashtirib qildi. Allohning ularning tövbesini qabul qilishi umidlikdir. Allah hakikaten nihayeti mağfiret kılgıçıdır. Nihayeti mehribandır. Sure Tövbe 102. ayet. Abu Lubaba yuqorqidagi xatolik o'tkazgan joyni, ya'ni Bani Qurayza diyorini tashlab ketishga Allohga qasamyat qildi. Bu urush oyoqlashgandan keyin Alloh musulmonlarni suiqasd va xiyonat qilishga odatlangan Yahudilarning yomon qo'shnidarchiligidan qutqizdi. Yahudilarning cho'nglaridan bir turkum qoldiqlari Xaybarda qolgan bo'lib, Xandaq urushiga to'planib kelgan mushrik toifalarini qutratgan ana shu Yahudilar edi. Ularning jajasini yeganligi keyingi boblarda so'zlanadi. Bu qism mush yerda oxirlashdi. Diqqatinglar keyingi qismda bo'lsin.